Insultdan oldingi ogohlantiruvchi signal yoki tranzitor ishemik atakalar. Bu bosh miyada qon aylanishining o'tkinchi buzilishi bo'lib, belgilari insultga o'xshaydi. Lekin belgilar 24 soat ichida to'liq o'tib ketishi bilan farqlanadi. Tranzitor ishemik atakada yuzning yarmi qiyshayshi, tananing yarmi ishlamay qolishi yoki uvishish, nutqning to'satdan buzilib qolishi, bosh aylanishi, muvozanat buzilishi yoki ko'zning ko'rmay qolishi kuzatiladi va belgilar 5 daqiqadan 20 daqiqa oralig'ida o'tib ketishi bilan farqlanadi. Belgilar o'tib ketgani bilan xavf to'liq o'tib ketdi degani emas. Chunki tranzitor ishemik ataka o'tkazgan bemorlarning 10% 90 kun ichida insult o'tkazishadi. Shuning uchun tranzitor ishemik ataka belgilari kuzatilsa, darhol shifokorga murojaat qilib, tegishli tekshiruvlar, EKG, karotit tomirlar doplerografiyasi, qondagi xolesterin, glyukoza miqdorini o'lchatib, bemorlar tegishli muolajalarni olishi insult xavfini kamaytiradi yoki insultni to'liq oldini olishga yordam beradi.